Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men yana bu daf'a men sizlarga kecha video qo'ygandim telefonga, ya'ni Bedrock versiyaga Minecraft'dagi modlarni yuklashdi. Uni yaxshi ovozsiz qilib qo'ygandim, men tushuntirib beraman. O'sha modga siz kirib, xohlagan narsangizni yozasiz. Qurol modi kerak bo'lsa, siz gun yozasiz. Agar sizga qurol emas, balki mobga aylanmoqchi bo'lib birorta video olmoqchi bo'lsangiz, unda morph deb yozasiz. Yana Minecraft o'ynaydiganlar diqqatiga, Minecraftda hamma hozir har xil versiyani o'ynayapti. Men esa yangi versiyani yuklab oldim. 1.26 o'sha versiyani. Diqqat, bu versiyada juda ko'p narsalar o'zgargan. Masalan, moblarning bolalari, ya'ni oldin tovuq bolasi, ya'ni jo'jacha boshqacha edi. Endi hozir jo'jacha mana unaqa bo'lyapti, ya'ni mana. Bu Bedrock versiyada, ya'ni telefon uchun mo'ljallangan. Endi yangilab olsangiz bo'ladi. Ya'ni Minecraft'ingizni qaytadan uстановка qilasiz. Google'ga kirib Minecraft skachat deb yozasiz va o'zi birinchida chiqqan saytning ustiga bosib, o'shandan yuklab olasiz. Har xil moblarning bolalari, masalan, qo'y ham, mol ham, o'sha moblarning bolalari ham o'zgargan bu Minecraft'da. Jo'jachani bolalari mana ya'ni yangi bolasi. Uning yuzi shundalik zo'rki, ya'ni kichkinagina. Mana bu buzoqcha. Endi qo'yni bolasiga kelsak, bunda ham yangilanish kelgan. Ya'ni qo'yning ham bolasiga qo'ygan. Qo'yning bolasi yuzini qaranglar. Oldin qo'ylarni bolasini ham yuzi mana shunday bo'ladi, qo'zichoqni ham. Endi yuzini qaranglar. Aytgancha, yaramay sizlarga Minecraft'dagi zo'r narsani o'rgatmoqchiman. Ya'ni chaqmoqni boshqarish. Nayzaga chaqmoq sehrini o'rgatish. Agar bilsangiz, o'tkazib yubormang, ko'ring mayli. Bilmasangiz like bosib qo'ying. Xo'sh, birinchidan navbatda biz kitobxonaga kiramiz va eng pastiga tushamiz. Pastga. Bunga ikkita sehr qo'shamiz. Bittasini hozir ko'rsataman. Mana shu sehr. Adashmasam. Ikkinchisi mana. Qaytib kelishdi. Anvildolarni. Bu ya'ni nayzani survivalda uloqtirgan videomda aytib o'tdim. Bu sehr yordamida qaytib keladi. Mana. Buni otaman hozir ip yordamida qaytib keladi. Hozir buni sizlarga chaqmoqli kunda otsangiz nomini ko'rsataman. Moblarga ishlaydi. Kim bilmasa Minecraft'da oddiy cho'chqani bolasi. Cho'chqani bolasi. Mana. Agar oddiy cho'chqani chaqmoq olsa, unda u zombi Shu hozir bu zombi cho'chqachami? Hozir bu la'nati zombini bolalari ham o'zgarganmi? Hozirroq bitta zombini bolachasini topish kerak. Yo'q ekan. Shunda hozir kichkina cho'chqachani chaqmoqdi.
Mana shu ikkita sehrni qo'ysangiz, maygangiz juda kuchli bo'ladi. Chaqmoq uradi. Kim bilsa qishloqqa kelsa, ashulaga aylanadi. Creeper esa zaryadlandi. Hozir mana shu cho'chqan bo'lasini o'zamen. Qimirlamay. Qo'ydi chaqmoq ursa. Shashlik bo'ladi. Yana bir gap. Bu Minecraftda juda ko'p narsalar qo'shilgan, ya'ni o'zgartirilgan. Mo'ynaga modni qo'shkichni ko'rsatdim-ku sizlarga. Bedrock versiyaga, telefon versiyaga mod qo'shkichni ko'rsatdim. Unda lekin skinlar uncha yaxshi emas. Skinlarga keladigan bo'lsak, sizlarga masalan Minecraft mod deb yozsangiz bitta 40 gacha chiqib keladi. Oddiy. O'shandan qo'shing, chunki o'sha yaxshiroq. Skin bo'yicha. Lekin men haligacha hayron qolyapman. Qanday qilib cho'chqani bolasi chaqmoq ursa, cho'chqan bolasi chaqmoq urmaydi-chi? Qishloqlarni bolachasini ham ko'rish kerak. O'zim yemam zombilar. Xo'sh, bizga cho'ch ot qanday? Kalim. Aytgancha men sizlarga xohlagan mobingizni bir zarbada o'ldirishni ko'rsatganmidim. Cho'chqani qanday ko'paytirishni men bildim. Unga sabzi beramiz. Ikkita cho'chqani olamiz va unga sabzi bersak, men shuncha paytda cho'chqa bolasini birinchi marta ko'rsam. Yoki men ahmoqman. Yoki bu yangi lanishda qo'shilgan. Qaranglar cho'chqani bolachasini. Bu yuzni hech qachon unuta olmayman. Nartur, nima bunga qarayapman? Sen ham tur. Mushukni bolasi. Mayor. Ket. Hammasini bolachasi juda zo'rlash ketdi. Kim ko'rgan bo'lsa bunaqa narsalar yangi versiyalarda qo'shilgan. Aytgancha, men sizlarga hozir kechangi ko'rsataman, ya'ni videomda mana shu ilova nomi Mod Addons of Minecraft P. O'shani yuklab olasiz. Mana buni esa skill uchun. Skilllar kerak bo'lsa, masalan, men hozirgi skillim Herobrine skilli, ya'ni Herobrine skin ko'zi oldi qora bo'lgan Herobrine skin qo'shaman. Mana men skillim. Mana shu meni skillim. O'sha kirkachadan qo'shasiz. Mana shu skillni. Ammo sizga skill emas, lucky block, oni block, parkurlar kerak bo'lsa, undan qo'shing. Aytgancha bugungi faktlar siz uchun, bugungi narsalar siz uchun yangi bo'lsa, like bosing. Biroq like bosingizlar,
lekin shu chog'da ko'ryapti, hech kim like bosmayapti. Aytgancha otni qanday ko'paytirib olma beramizmi otni? 6 dollar beramiz. Otni bolasi otni ko'paytirsa bo'lmasa kerak. To'xtamasam otni tuxumidan olaylik. Balki orasida otni bolachasi ham chiqib qolar. Mana chiqdi va otni bolasi emas ekan. Yo'q, otni bolasi emas ekan. Otni bolasi bu. Mana ot. Toychoq. Yo, toychoqni qaranglar zo'rligini, toychoq sila. Yo, toychoqni katta qildik. Hamma sizlar bilan men bo'ldim. Yangi video chiqishini istasangiz like bosing va bu dafar kommentariyaga kirib nimani qo'shishni yoki biror narsani yaratishni yozib qoldiring. Yozib qoldirsangiz men o'shanga qarab Minecraftdagi narsalarni sizga o'rgatib boraman. Ko'rishguncha, xayr.